Bizaga shu mamlakat xonobda kelgan 10 kun avval. Xudo xolasa mana holatlari yaxshi ko'rganmiz. Eshitganimizda shu shikoyatlari bizaga kelganda yo'tal, balg'am kelishi, xirillash, nafas qisishlar, entikishlar, ya'ni hushtaksimon tovushlar eshitganman, aynan eshitganimda. Kelgandagi holatlaridan ko'ra ancha yaxshimisiz? Hozir holatingiz qanaqa? Holatim zo'r. Bizgacha nima bo'luvdi? Qisqacha aytib bering. Shu yomon yo'taldimda. Nimalar oluvdingiz? Endi dori nima dori bo'lsa ichdim, yo'talga shu balg'am yo'talga dori olib kelinglar desam, bolalar olib kelaveradi. Endi ashlar o'zimiz yanimizda vrachlar bor, telefon qilib so'rasam, ona ol deydi, olib keladi, ichadi. Foyda qilmaydi, hecham foyda qilmaydi. Banisada ham yotdingiz? Xo'jaobodda yotdim, banisada, Sahraman bor uchun bir yo'li unga davolanib, men chakanib bo'laman. Yo'tal bo'yicha ham banisada ham yotdingiz? Yotdim, foydasini bilmadim. Foydasi bilan. Bemor keldi, holatni ko'rdik. 10 kun lecheniya oldik. Lecheniyadan keyin holatingiz yaxshi. Shikoyat bormi hozir, yo'qmi? Hozir Shikoyat yo'q. Umuman balg'am qayerga ketdi, yo'tal qayerga ketdi bilmayman. Yo'q. Yaxshi bo'lib qoldim.